jannatning darvozalari ochilgandan keyin shundoq bir qasrlar, anhorlar, daraxtzorlarni ko'rib lol bo'lar ekanda haligi odam, ya Rabbi, kim uchun bu? Siddiqlar uchunmi, shahidlar uchunmi, nabiylar uchunmi, kim uchun bu binolar, bu qasrlar desa, Alloh aytar ekan, kim pulini to'lasa shuning uchun deydi ekan. Javobni qarang. Pulini to'lagan, haqqini to'lagandiki bu binolar. Hali banda hayron bo'lar ekan, ya Rabbi, kayfa? Qanday qilib? Qanday qilib bu yerda kim pul to'laydi, qanaqa qilib to'laydi desa, anta ya abdi, sen ey bandam. Qandoq qilib to'lashing mumkin? Mana shu birodaringni gunohini kechib. Hali gapni eshitgandan keyin banda to'xtamasdan Alloh kechirdim, Alloh kechirdim, Alloh kechirdim deb yuborar ekan. Alloh azza va jalla aytar ekanki, o'sha kechirgan birodaringni qo'lidan ushlab jannatga kirib olmasa.